Yangi robotchidan sizlar uchun bugun Damas'imiz sotuvda. Damas'imiz yil kelmoqda 2018-yil. Moshimiz polni radnoycha tutabdi. Bitta orqa tarafda shunchagina joychasida petnosi bor dedilar. Motorlari ochilmagan, 1 gram yog' yemaydi dedilar. Hadavoy motorda hech qanaqa ish yo'qdi. Yana o'zingiz uchun ko'rib tekshirib olaverasizlar. Balon qismiga kelmoqsak, hali yaqinda taqganman dedilar. 4 ta yumshoq balondan ham taqib qo'ygan ekanlar. Moshimizni mana ko'rib turganlaringiz, mana shu tonirovkalar polni zavodskiy tonirovka ekan. Oyna o'zingiz bilasizlar, shunaqa chiqadi zavoddan qoraytirilgan. İchki qismlarini ham juda ham akkuratni turibdi. Chunki sabab nima uchun? Buni yuk ortib boshqa qilib ezilmagan mashin, hamma narsasi o'zini radnoy turibdi. Yoqilg'i turiga kelgan bo'lsak, o'sha siz bilgan metan gaz ballonlarda turibdi. Ha, aytishlaricha, mana shu tarafida, mana shuncha joychasida petnosi bor ekan, ichiga o'tmagan dedilar. Qolgan joylariga 1 gram tomchi kraskasi yo'qdi dedilar. Yana tekshirib ko'rib bilib olaverasizlar. Mashinamiz holati zo'r. Takmitlarga kelgan bo'lsak, hech qanaqa muammosi yo'qdi. Xohlagan narsangiz bo'ladi, xohlasangiz generalka, xohlasangiz aformet farqi yo'qdi. Men mana aka nomerlarini qoldirganman. Yana telefon qilib o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni so'rab olishingiz mumkin. Ha, mashinamizning narxiga kelgan bo'lsa, $4800. Yana kelishayotgan joyi ham bor ekan. Akan ko'ngillari bo'sh ekan, yana ko'ngillariga kirib ko'rsangiz, bir nimalar o'tib berar ekanlar. O'sha siz bilgan yangi robotchi faqat sizlar uchun talashib tortishib shunaqa mashinalar topib yuramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lishni unutmanglar.